Assalomu alaykum ya Rasululloh. Ushbu maktubni sizga yozar ekanman, qalbimda o'zgacha bir hissiyot bilan qo'limga qalam oldim. Bilmadim, o'zi bu maktubni sizga yo'llash uchun loyiq ummatmanmi, yo'qmi? Jonim sizga fido bo'lsin, ey Rasulim. Bugun sizni ismingiz aytilganda qalbimiz junbushga kelmay qoldi. Ismingizni aytganimizda ko'z oldimizda siratingiz gavdalanmay qoldi. Ya Rasululloh, sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ham ko'p. Har safar sizni sog'inganimda meni ko'rmay turib menga bay'at bergan birodarlarimni sog'indim degan gapingiz esimga tushadi. Ha, ya Rasululloh, biz sizni ko'rmasdan iymon keltirdik. Sizni ko'rmasdan sevdik. Siz sababli biz saodat yo'lini topdik. Ya Rasululloh, sizning davringiz haqiqatda saodat asri edi. U davrda yeyishga non, suvlari bo'lmasa ham siz bor edingizda. Sahobalaringiz bir-biriga muhabbatli edi. Chunki ularning yonida siz bor edingizda. Siz hammaga muhabbatli edingizda. Siz bilan suhbat qurgan odam Rasululloh eng ko'p meni yaxshi ko'rsalar kerak. Rasululloh meni boshqacha yaxshi ko'radilar-da deb o'ylardi. Ya Rasululloh, siz biz ummatlaringizni shu darajada yaxshi ko'rdingizki, hatto mushriklarning zulmi jondan o'tar darajada bo'lib, Jabroil alayhissalom huzuringizga kelib, ey Allohning rasuli, Alloh duoyingizni ijobat qiladi. Duo qiling. Bu qavmni yer bilan yakson qilaman deganda ham siz bu ijobat bo'ladigan duoyingizni qiyomat kunida ummatlaringizni shafoat qilish uchun olib qo'ydingiz. Ya Rasululloh, sizni muhabbatingizni cheki yo'q. Jajjigina sevikli qizalog'ingiz Fotima-i Zahroni oldilarida sajdada turgan holingizda mushriklar boshingizga najosat tashlab ketishganda, u najosatni og'irligidan boshingizni yerdan uza olmay qoldingizda. Kichkinagina Fotima roziyallohu anha ko'zlarida yosh bilan sizni muborak boshingizdan najosatni olib tashladilar. Siz hatto shunda ham xo'rlanib yig'layotgan qizingizni bag'ringizga olib, "Yig'lamang qizim, ular bilmay qilishdi" deb yupatdingiz. Ularni qarg'amadingiz. Zulm avjiga chiqib, o'z vataningizdan chiqib ketishga majbur qilganlarida ham qavmingizni duoibat qilmadingiz, balki ular uchun Allohdan iymon so'rab duo qildingiz. Ey go'zal payg'ambarim, ya Rasulim, biz ummatlaringizni ham qiyomat kunida xor holatda tashlab qo'ymang. Bizni ham kel ey ummatim deb chaqiring ya Rasululloh. Bizga ham Havzi Kavsar suvlaridan o'z qo'lingiz bilan ichiring ya Rasululloh.
Siz sababli biz bu dunyoda ummatlarning eng sharaflisi bo'ldik. Qiyomat kunida ham bizdan yuzingizni burmasdan bizlarni shafaatingizga olib, ortingizdan ergashtirib, sharaf bilan jannatga olib kirib keting, ya Rasululloh. Alloh taolo bizni siz, oila a'zolaringiz va sahobalaringiz bilan jannatda jamlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.